Alo, assalomu alaykum. So'ng, Hasanboy otajon, yaxshimisiz? so'ng, Salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Bezovta qilgan bo'lsam, afv etgaysiz otajon. Bugungi qarshilab olgan go'zal ayyom sanalaringiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Birozgina vaqtingizni olishlikka buyurilgan edim. Maylimi otajon? Negaki bugungi ayyomingiz munosabati bilan sizga oila a'zolaringiz nomidan go'zal tabriknoma so'zlarini yetkazib berish mas'uliyatini olgan edim. Rahmat. Ilohim oilangizni boshi bo'lib har bir kuningiz munavvar bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Sizni harakatdan charchamasligingizni, ishlaringiz hamisha o'ngidan kelishini tilab qolamiz. Ayni daqiqalarda siz bilan g'oyibona suhbatda bo'layotgan bu Dilizxorim loyihasidan men boshlovchi Marjona bo'laman. Hasanboy otajon, bugun yaqinlaringizni murojaatiga ko'ra yaqinlaringizni go'zal tabriknomalarni qabul qilib oling ilohim. Avvalo baxt qasringiz qirolichasi bo'lgan turmush o'rtog'ingiz Oyjon onajonimiz bilan birgalikda uzoq va baxtli hayot nashidasini surib qo'sha qaring sizlar. Allohim ne'mat qilib bergan farzand ne'matlaringizni rohatini rohatlarda, kamolini kamollarda, ortlardan faqat rahmatnoma, tashakkurnoma eshitish bilan umringiz uzaysin. Amin. Xonadoningizdan sizni suyguvchi yaqinlar, yaxshilar qadami mushkambar gul rayhonlarning iforlari hech qachon arimasin. Otajon, bugungi ayyom bilan sizni ko'p bora tabriklar ekanman. Siz uchun yetib kelgan tabriknoma so'zlari borligini ma'lum qildim. Bu tabriknomani egasi siz bo'lsangiz, muallifi kim bo'ldi ekan, bir taxmin qilib ko'rasizmi? Kim bo'lishi mumkin otajon? Labbay? Otajon, mayli yordam beraman. Bu jigarlaringiz orasidan qay bir jigaringiz bo'lishi mumkin? Mashalloh. Otajon, bilasizmi, bugun sizdek aka deganlarida yuraklari to'lib ketadigan, haqiqatdan ham ularning ortlaridan qancha duo qilsam, qancha yursam, haqqiga duo bildirsam, kam bo'lgan insonim hisoblanadilar. Ular bizga kamimizni to'ldirgan akajonim deya siz haqingizda ajoyib ta'riflarni yetkazgan go'zal singlingiz Gulbahorxon opamiz tomonidan qabul qilib oling. Otajon, go'zal singlingiz tomonidan berilgan tabriknoma so'zlari meni qo'limda turgan edi. Sizga chiroyli qilib o'qib eshittirsam maylimi? Rahmat otajon, demak boshladik. Bu so'zlar boshidan yakunigacha akajonimga atalgan. Assalomu alaykum suyanganim. Hayotim davomida eng katta ustozim bo'lgan, meni singlim deb emas, aslida avaylab, e'zozlab yurgan, malikadek hisoblaydigan, qadr baland bo'lgan meni akajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman aka. Bugungi Allohimga banda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim tanajoningiz sog', umri joningiz omon bo'lsin. Sizni har qanday kunimda yonimda ekanligingizdan juda ham xursandman. Men uchun mehribon va g'amxo'r insonimsiz. Xuddi dadamdayin. Doimo baxtimga omon bo'lib yuravering. Yoshligimdan himoyachim, katta bo'lganimda esa maslahatgo'yimsiz. Sizdan ko'p narsalarni o'rganganman aka. Ko'p narsalarni o'rgatgan, o'qitirgan, o'zini himoya qilishni o'rgatgan meni akamsiz. Allohim doimo sizni asrab avaylasin. Yoshingizga yoshlar qo'shsin, yuzlar bilan yuzlashing. Allohimni suygan bandalardan ekanmizki, onajonimizga shunday farzandlarni Alloh nasib etgan. Sizni juda ham yaxshi ko'raman va jigarlarimni ham jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. To'rt tomonimni o'rab turadigan, qo'rg'on kabi himoyalab turadigan sizdek jigarlarim borligidan Allohga hamdlar bo'lsin. Kelin oyim bilan birga qo'sha qarib, o'zingiz istagandek, o'zingiz Allohdan so'raganingizdek go'zal baxtni hamisha egasi bo'ling sizlar. Avvaliga siz o'zingizni ehtiyot qiling, hech qachon dardlar yaqinlashmasin. Doimo baxtimizga omon bo'lib yuravering. Allohim sizga omad qushini doimiy yo'ldosh qilsin. Doimo ko'zlarimizni quvontirib yuring. Akajon, doimo mana shunday bir-birimizga bo'lgan siyla rahmimiz, mehr oqibatimiz yo'qolmasin.
Doimo Allohim sizni yaxshiliklar bilan suyuntirsin. Sizlarga o'z mehr-muhabbatini yog'dirsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz men uchun juda kerakli insonsiz. Hammamizni baxtimizga omon bo'ling. Jigarlarin g'amini yeydigan, faqat va faqat yaxshilik so'raydigan akajonim, Allohim qadamlaringizni o'zining bayti tomon chorlasin. Makka va Madinaning mehmoni qilsin. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'rguvchi singlingiz Gulbahor deya sizga Gulbahorxon go'zal opajonimiz tomonidan kelib tushgan mana shunday ajoyib tabriknoma so'zlari bugungi ayyom uchun siz uchun